Kafe restoran sohasida bo'lsangiz, bu videoni o'tkazib olsangiz afsuslanasiz. Siz uchun 2026-yilga top 3 ta model ko'rsataman. Birinchisi Toshkent modeli. Juda ham qulay. O'tirganida ayniqsa bu seziladi. Vestkortda to'lashdan keyin odamlar uchun ham va bunaqangi avvalni qilib bemalol qo'l qo'yadigan qilib ishlab chiqarilgan. Hozir ko'rsatadigan modellarimizni dizayner ranglarida umuman muammo yo'q. Istaganingiz tanlaysiz. Alohida betga ham dizayningizga yechimlar qilingan. Eslab qoling, Toshkent modeli. Endi ikkinchisini ko'rsatamiz. Ikkinchi model Lawrence modeli. Bu ham juda ham mashhur bo'lgan modellardan. Bu ham loft xohlasangiz nerjavika qilib ham yasatsanglar bo'ladi. Juda qulay, bejirim. Ayniqsa kafe restoranlarda interior dizaynga mos tushib, chiroyli ko'rsatadi va Lawrence odatiy modeldan tashqari minisi ham bor. Kafe restoranlarga ko'proq joy ketkazmoqchi bo'lganlar uchun. Uchinchi top model Nordic modeli. Juda ham ixcham, chiroyli qilib, bejirim ishlangan va minimalizmda. Boshqalardan farqli, bunda spinka ochiq emas, butunlay splashnoy bo'ladi. Kichkina ixcham bo'lganligi uchun juda ham ko'p stol qo'ya olasiz. Sizga ko'rsatgan uchala modelimizni ham istalgan rang matoda tanlasanglar bo'ladi. Interior dizaynlarga moslab, teddy material bo'ladimi, koja bo'ladimi yoki alohida matomi farqi yo'q, yasab beriladi. Agar kafe restoraningiz bo'ladigan bo'lsa, hozir ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib murojaat qiling, batafsil ma'lumotlar yetkaziladi. Yoki bo'lmasa bu videoni kafe restorani bor odamga albatta yorib